Qadrli bo'lgan qadrdonlarim, assalomu alaykum. Boydada o'z kanali a'zolari, YouTube ishqibozlari hamda mehmonlari, uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qadrdonlar. Bugun biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Kamminat Taxta bozorining oldida yangi cheklardagi ukalarimizni, Xolmurod ukamizni qilgan ixtirolari, o'z qo'li bilan ishlab chiqargan chorva mollari uchun chorva oziqalarni yengillik qilish maqsadida drabilkalar ishlab chiqarilgan. Shu drabilkalarini sizlarga videoazorlarni ko'rsatib beramiz. Akalar, ukalar, qadrdonlar, videomiz oldidan sizlarga so'rab qolamiz. Bittadan like, bittadan podpiska qilib qo'yishlar. Aka, shunaqangi bir quvvati bor ekan. Buni bitta quvvatini qaranglar. Bu hozir shilaka blok chiqaryapti ekan. Shilaka blok. Qarang, toshni maydalab tashlayapti. Keyingilari. Aka, bularning quvvatini. Keyingisi. Ovozi ishlash jarayonlari. Mana unisi somon ekan. Somon. Somon. Ikkinchisi beda bilan somon ekan bular. Beda bilan somon. Ikki xil ko'rinishda bo'lyapti. Akalar, qaranglar. Somon bilan beda ikki xil ko'rinishda. Agar sizlar ajratib turibsizlar, bir tomoni sariq somon, ikkinchisi beda. Chorva hayvonlarimizga ozuqalarni juda ham mayin qilib. Qara, ko'ramiz uni. Bu setga qo'yilmagan holat. Bu setga qo'yilmagan holat, a? Setga qo'yilsa yana ham mayin qilib. Setga qo'yilsa yana ham mayin bo'lib ketadi. Makkani yorma qilgan holati. Mana. Bug'doydiki mana. Bug'doydiki. Atalarga, omoqda yemga. Mana bu ichidan olib ko'rsam bo'ladi. Kimga drabilkalar zarur bo'lsa, baholasa bemalol aloqa qilasiz. Bu Makkaniki. Bu Makka ham bug'doyni ham chiqaraveradi, bir xilda un qilib. Sotasi bilan ham tashadi. Sotasi bilan tashadigani. Atalalarga-da endi molga, qo'ylarga ham juda zo'r ekan. Даже ko'pchilik baliq boqadiganlar ham mashinadan olishib, Makkani olib, maydalab, baliq boqqani hali maydasiga tashagani yemga, ozuqa yemiga ishlatishyapti ekan. Demak, qozonini ham video qilib qo'ying-da. Qalinligini. Qalin turbadan bo'ladi, dohilasi. Nechchilik bu endi bu nima? Qalinlik chiqadi, dohilasi. 6 qalinlik, Pichoqlari mana. Pichoqlari. Dubayni qilib qo'yilgan. Bunisi qalin bo'ladi. Akalar, qaranglar, qalinligi. Malatga o'ygan pichoqlar qo'yilgan. Ishlashi ham temir qo'yilmagan, dohilasi. Ishlash jarayonlari ham ancha-munchaga tiqilib qolmaydi. 4 xil setkamiz bor mana. Bu o'sha molga, bu qo'y bob qilib chiqaradi. Bu Makkani yormasi, bu somon nimaniki? Bug'doydiki. Bug'doydiki. Dohilasi. Ishlashlarda muammo bo'lmaydi. Motorlarga garantiyalari bor. Motorlari nech kilovatdan nech kilovatgacha endi aka? 2 kilovatdan 6,5 kilovatgacha bo'lyapti. Akalar 2 dan 6,5 kilovatgacha ekan. Narxiga kelsa 2 kilovatni kilo olib ketsa 1,8 million beramiz. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor, xudo xolasa. O'zlari kelib olib ketsa. O'zlari kelib olib ketsa 1,8 million. Jo'natib berishi kelishiladimi? Dastavkalari. O'zbekiston bo'yicha dastavka mavjud, beramiz, xudo xolasa. O'zi akalar, ukalar, qadrdonlar, kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamlaringizni ekranga chiqarib qo'yamiz. O'zingizdan bir aytingchi, telefon raqamlaringizni. Shu bachoyda reklama qilingan. Reklama qilingan. 91 672 88 88 ekan. Akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Imkon qadar nima deydi? Yengillik ekanda, yengillik. Chorvalarga yengillik. Hali oldin yoshligimizda jodida qirqib berardik, zerikib ketardik, qo'llarimiz og'rib ketardi. Hozir mana zamon zayli bilan texnika zamoni deydimi? Texnika zamoni. Texnika zamoni mashi ekanda. Vaqtdan yutasiz birinchi o'rinda. Chorvalarda hali oxirda qolib ketadi. Bir xilgilar bilan gaplashsa aytadiki, aka shunday bersa, oxirda qolib ketyapti, Buning uchun nima qilaylik deyshadi. Arzon, qulay, sifatli deydi-ku. Xuddi mana shu narsa bo'lar ekan. Narxiga kelishsak, endi kami bormi aka?
Yo, xudo xolasa narxi behijolat kelib ketsa shu 1 million 800 ming so'mdan 2 kilovat qilib beryapmiz. 1 million 800 mingdan 2 kilovat. Qolganlari ko'tarilaveradi, chiqaveradi. Keyin buni yana bitta qulayligi shu bitta ilgaga ilasizda. Aha. Aka bo'ldi bas. Aha. Ana ixtironi qaranglar akalar. Hali gaka bo'l qilib yurmas ekansiz. Bo'ldi, mana tayyor. Tayyor. Setkasini almashtirgan. Ha. Ketmaydi. Joy egallamaydi, yechib, yana bir chekkaga olib qo'yadi, ishlaydigan paytda yana qo'yib, yana qo'llanadi ekan. Mana ixtiro, hali texnologiya deydi-yu, mana haqiqiy texnologiya bo'pti.